kirib qurgan jamiyatimdagi qoldi-ku ko'rinib qayerlardan istadim o'zimni ko'p bor qilmaganim bitta bu ingelishtor sevgidan topmasak ham biz mehrga ulanadi bugun nega qahr esimda o'sha kunlar ko'p edi maqsadlar endi ular boshqa bugun ular orzular hayollarim buzildimi bir daqiqa ichida 18 yil tarbiya uchib ketdi havoga yarilgan edi ichimda turik totemi bori yo'q adashma birodar bu boshqacha bora havolarda uchadi mamay ko'rsagan masalar bugun mazalar o'rniga ko'payadi haslar pulsizlikda aziyat yo'qolibdi ahamiyat shunaqada vaziyat qora qalbli jamiyat e'tiborga zor odam balki u ojiz odam ruhiyat kuchli bo'lsa-da zaif tur bosgan qadam kecha do'st deganim zamonidan o'tmadi hech kimsa meni do'stlikdan biror foyda topmadi balki vaqt ajratadi o'rtadagi oqibatni iltijo qilaman o'zimni uzoq tutmamani rejalarni tuzaman afsustoyim bo'lsaman hayotdagi o'yinda o'zligimdan qochaman qarshimda turadi mana har xil tomonga yo'l atrofimda ming xil ovoz kuchli inson bo'l lekin qalb nima asabolik yoki muhabbat bu ikki unsur insonga kerak bo'lar tobat menga nimaga qiziq emas bu narsalar yolg'izlikda o'tirsam sohil bo'yi yaxtalar hech narsani o'ylamay yo'ldinga bosib qadam qiyin sinovda xato turib bermadi dadam natija hozir mana befarqlikni boyidaman nafsim bilan jangda doim mag'lub bo'laman har kuni o'zimni o'zgartirishga harakat faqat rejada qoldim bu ko'rinmali harakat o'zligimni qabul qilishdaman uyalganman o'ylab qarasam agar katta xato qilganman qaror qabul qilib doim o'zimgacha bir o'zimni kritika qilishdan to'ymadim axir aytishadi menga bo'ldi ochiqcha gaplar borini gapirsam senda so'nib qoladi sabr ha to'g'ri yurishimda qo'rqar edim qorong'udan chunki qoraymagan qalb yorug' edi qayg'ulardan endi nima bo'ldi zulmatga to'ldi xona sekin esa qoraydi qattiq ketdi bahona bugun hammasini tan oladigan kundir lekin tan olish bilan ish bitib qolmaydi qarshimda uzoq yo'l turibdi bu yo'lga bahona olib chiqib bo'lmaydi men ko'p joyda adashdim ko'p marta o'zimni aldadim endi tushundim bu yo'lda menga kerakli narsa na shov-shuv na o'qish na kimdirga ishonchi halollik va kuch qolgan yo'lda bilinadi tushadi vahima bo'lsin kunidadi bir xillikni yo'qotib tamaki tutunida aks etadi dardim voz kechaman endi sog'liqni tanladim insonni asli yuzini vaqt ko'rsatib beradi qanchalik qadrlama seni tark etadi kerak emas mulozamat shart emas ortiqcha gap pul dietar hech narsani qilmagan talab sahrodan suv axtarib to'kkanim bo'ldi sarob bu bechora hisobda chekkada yotar xarob ko'zlangan baxt bo'lib kelgan doimo barbod hech kim sezmasa ham ichimda to'la faryod pastda oldimda turgan baxtni his qilmadim xayrli tun shu bo'ldi himmatim axir men uchun tog'ni vayron etardi o'zgina insofli bo'lsam shu ham unga yetardi bas bo'ldi endi onam uchun harakat menimcha shu yo'lda topilar haqiqiy barakat soxta qo'llardan o'zimni ozod etaman tinch hayotda yashab o'z yo'limdan ketaman melanxoliya mani tark etmadi hanuz qara o'shqishlikni biz yoqtirgan fasl ko'z o'zgartirib bo'lmas ekan ichki dunyoni qara yurak ezilib bajarilmasa biroq va'da men haligacha ideal odam bo'lib ketmadim hali ham yiqilaman hali ham ba'zan o'zligimdan qochaman lekin ortga qaytmayman kimdir ustimdan kuladi kimdir tushunmaydi bu yo'lni oxiri qayerligini bilmayman lekin shu yo'lda yurganim mening eng katta g'alabam